Atom odatlar kitobining mazmunini 10 daqiqada bilib oling. Muallif James Clear yetakchi ekspertlardan biri bo'lib, yomon odatlardan butkul xalos bo'lib, faqat yaxshi odatlar bilan qolishga yordam beradigan ushbu qo'llanmani biologiya, psixologiya va nevrologiyaning eng oxirgi kashfiyotlariga tayangan holda yozgan. Ingliz tilida kitob Atomic Habits deb nomlanib, kitob 2018-yilda chiqqan bo'lib, o'zbek tiliga 2022-yilda tarjima qilingan. New York Times bo'yicha bestseller, 10 million nusxadan ko'p sotilgan kitob. Kichik va doimiy yaxshilanishlar orqali maksimal rezultatga erishish mumkin. Britaniya velosiped jamoasi velosipedning dizaynini o'zgartirishdi, shinalarni spirt bilan artishdi, sportchilar matraslarini yaxshilashdi va boshqa o'zgarishlarni qilishdi. Har safar 1% dan yaxshilanib bordi. O'tgan Olimpiya o'yinlarida umuman o'rin olmagan jamoa bu safargi o'yinlarda 60% oltin medallarni qo'lga kiritdi. 9 ta Olimpiya rekordi va 7 ta jahon rekordlarini o'rnatishdi. Agar natijalar har kuni 1% dan yaxshilanib borilsa, 1 yildan so'ng 38% ga yaxshilanadi. Agar har kuni 1% dan yomonlashib borsa, o'zingiz tasavvur qilavering. Agar siz sport bilan shug'ullanishni boshlasangiz, 1 kun, 2 kun, 10 kunda natija bilinmaydi, lekin 1 yildan keyin esa, 2 yildan keyin esa yuqori natijalarga erishishingiz aniq. Bu til o'rganishda ham xuddi shunday. Yomon odatlarga ham o'rganib qolishni sezmaysiz. Agar siz nosog'lom ovqatlar yesangiz, sizga darhol bilinmaydi, lekin 1-3 yildan keyin esa vazningiz oshib, semirish sizni qiynay boshlaydi. Har kuni bitta mavzuni o'rganib borsangiz, kelajakda o'sha sohaning yetuk bilimdoniga aylanasiz. Sizga dastlabki kunlari natijalar bilinmasligi mumkin, lekin masalan, tosh yoruvchi ponani bolg'a bilan toshga 10 martalab bir joyga uradi. 10 martadan sinmagan 100-chi urganida tosh 2 ga bo'linadi. Bu aynan 100-chi zarbdan tosh bo'lingani yo'q, aslida 99 ta zarbida natija bilinmasa-da, har bir zarbda ko'zga ilg'anmas darajada toshga ta'sir etgan. Ba'zilar yutuqqa erishish uchun maqsad eng muhimi deyshadi. Aslida biz unday fikrlamaymiz. Masalan, Olimpiadaga qatnashgan barcha sportchilarning maqsadi bitta, oltin medalni olish bo'ladi, lekin oltin medal faqat bitta, eng yaxshi natija ko'rsatgan sportchiga nasib etadi. Shu sportchi esa doimiy natijalarini o'stirib borgan sportchi bo'ladi. Demak, maqsadning o'zi yetarli emas ekan. Biz maqsad qo'ymaslik kerak demoqchi emasmiz. Maqsadsiz odatlarni ham shakllantirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, maqsadga erishish natija bo'lib qolishi kerak emas. Masalan, uyni yig'ishtirishni maqsad qilsangiz, maqsadga erishsangiz bo'ldimi? 2 kun o'tib esa maqsadingiz yana yo'q bo'ladi. Uy yana o'rsib ketsa, siz doim toza xonada yashashni maqsad qilsangiz, mana shu maqsadingiz odatingiz bo'ladi. Uchinchidan, maqsadlar baxtni cheklaydi. Agar siz Forbesga tushishni maqsad qilsangiz, Forbesga kirganingizdan keyin baxtli bo'lasiz, lekin undan keyin maqsadingiz tugab qoladi. Siz maqsadni o'zgartiring. Doim baxtli yashayman, doim kimgadir moliyaviy yordam beraman yoki boshqa shu kabi odatlarni maqsad qiling. Shunda maqsadlaringiz tugab qolib, motivatsiyangiz tushib ketmaydi. Sizning maqsadingiz kitobni o'qish emas, kitob o'qishni sevadigan kishi bo'lish, gitarani chalish emas, musiqachi bo'lish, har kuni yugurish emas, sportchi bo'lish kerak. Shaxsiyatni shakllantirish uchun qanday odam bo'lishni maqsad qiling. Siz shaxsiyatni shakllantirish uchun shunday kishi qanday yashagan yoki qanday odatlarni qilgan bo'lardi deb oldingizga savol qo'ying. Semizlikdan qutulish uchun semizlikdan qutulayotgan odam qanday odatlarni qilgan bo'lardi? Fast food buyurtma qilgan bo'larmidi yoki salatmi? Taksida ketarmidi yoki piyodami? Uning odatlariga odatlaning. Yetarli darajadagi takrorlashdan so'ng miyangiz ma'lum bir natijani dalolat beruvchi signallarni ongsiz ravishda ham aniqlay oladigan bo'ladi. Masalan, mushukni qutiga solib eksperiment o'tkazishganda shunday xulosa kelgan. Mushukka har bir vazifani bajarganda, masalan, richak bosilganda quti ochilib tashqariga chiqish va ovqatga erishish imkoni berilgan. 20-30 urinishdan keyin bu harakat shu qadar avtomatlashib bordiki, mushuklar avval qutidan chiqishlariga 190 soniya ketgan bo'lsa, oxiriga borib 6-7 soniyada qutidan chiqishni uddalashdi. Odat avtomatik darajada yetish uchun yetarlicha takrorlangan xulq-atvordir. Biz ham muammoga birinchi marta duch kelganimizda uni qanday hal qilishni bilmaymiz. Turli yechimlarni sinab ko'ramiz. Odat mustahkamlanib borgani sayin miyaning faollashish darajasi pasayadi. Vaziyatni har taraflama tahlil qilishga hojat qolmaydi. Odatlarni shakllantirish uchun 4 ta oddiy bosqichlar mavjud. Birinchi qoida: odat yaqqol bo'lishi kerak. Ko'p yillar tajribaga ega doktor yoki hamshira suhbatdoshining ko'rinishiga qarab sog'ligi haqida xulosa chiqarishi mumkin. Aniq ichki tekshiruvlar o'tkazmagan bo'lsa ham buni aytib bera olishadi, chunki shu ko'rinishdagi bemorlarda ular o'ylagan kasalliklar uchragan va bunga doktor yoki hamshira juda ko'p marotaba duch kelgan. Muzey xodimlari ham bir ko'rganda haqiqiy yoki soxta san'at asarini farqlay olishadi. Buning aniq formulasi bo'lmasa-da, ko'p bora ko'rganlaridan o'rganib qolishgan. Odat yaqqol bo'lishi kerak. Ya'ni odatni yo'lga qo'yish uchun aniq vaqt va joyni oldindan belgilab qo'yishingiz kerak.
Saylovdan oldin so'rovnoma o'tkazib, qayerda saylov uchastkasi, soat nechida bormoqchisiz, qaysi yo'ldan bormoqchisiz deb savollar berilganlar. O'sha safargi saylovlarda so'rovnoma o'tkazilgan aholining saylovga qatnashishi juda faol bo'lgan. Ko'pchilik o'zida motivatsiya kam deb hisoblaydi. Aslida esa ularga aniqlik yetishmaydi. Ular odatni qayerda va qachon qilishlarini bilmaydi. Ayrimlar o'zgarish kiritish uchun eng qulay paytni poylab butun umrlarini o'tkazib yuboradi. Bundan tashqari odatlarni taxlash degan yaxshi usul bor. Bu yangi odatlarni eski odatlaringiz bilan bog'lash. Masalan, siz har kuni uyda jismoniy mashqlarni bajarmoqchisiz. Siz ushbu yangi odatni aniq vaqtda, qaysi odatdan keyin, qayerda amalga oshirishingizni belgilab olishingiz kerak. Masalan, ertalab gazga choy qaynatishga qo'yib, qaynagancha oshxonada 10 daqiqa jismoniy mashq qilaman deb qaysi ishdan keyin va qaysi biridan oldin hamda qayerda amalga oshirishingizni belgilab qo'ysangiz, yangi odatni bajarishingiz oson bo'ladi. Odam dangasaligi uchun televizor ko'radi. Ko'p televizor ko'rsa dangasaligi yanada ortishi mumkin. Dangasalikning ortishining televizorga ko'rish signali ta'sir qiladi. Shu sababli yomon odatning signallari ko'zga kamroq tashlanishi kerak. Ikkinchi qoida, odat jozibali bo'lishi kerak. Vaziyat qanchalik yoqimli bo'lsa, uning odat hosil qilish xususiyati shunchalik kuchli bo'ladi. Masalan, oziq-ovqat mutaxassislari har bir mahsulot uchun vaqt nuqtasini topishga harakat qilishadi. Ya'ni tuz, shakar va yog'larning miyamizga lazzatlanadigan ideal kombinatsiyasini ishlab chiqishadi. Mahsulot ko'rinishini yoqimli qilib, atrof muhitni jozibali qilishadi. Natijada uni yeyish uchun yana qaytib kelamiz. Odatlar bu dopaminga bog'liq qayta aloqa halqasidir. Giyohvand modda qabul qilish, nosog'lom ovqatlar yeyish, video o'yinlar o'ynash va ijtimoiy saytlarga kirish singari tez odat hosil qiluvchi harakatlarda katta miqdorda dopamin ajraladi. Qiziqishlarimizni juftlash odatlarning jozibadorligini oshirishi mumkin. Masalan, agar bugun 10 bet kitob o'qisam, Instagramni ochib ko'raman, agar kitob o'qimasam, Instagramga kirmayman deb. Biz 3 guruhga mansub kishilarning odatlariga ko'proq taqlid qilamiz. Yaqinlarimiz, masalan, oila do'stlarimiz, ko'pchilikka yoki nufuzli, yuqori martaba obro' egalariga. Shuning uchun yaxshiroq odatlarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biri bu shu odatlarni doim bajaradigan jamoaga qo'shilishdir. Masalan, sport bilan doimiy shug'ullanadigan hamkasblaringiz bo'lsa, sizning ham sport bilan shug'ullanishingizga ehtimoli oshadi. Yomon odatlarni esa aksincha jozibasiz qilishga harakat qilish zarur. Masalan, undan qutulsam qanday foydalarga erishaman deb savol berib, uning jozibaligini kamaytiring va hokazo. Uchinchi qoida, odat oson bo'lishi kerak. Agar biron bir odatning ustasiga aylanishni istasangiz, ishni mukammallikka intilish bilan emas, takrorlash bilan boshlash zarur. Yangi odatni shakllantirish uchun qancha vaqt ketadi? Aslida qancha vaqtligiga bog'liq emas, balki takrorlashga bog'liq. Yangi odatni 100 marta takrorlab bir haftada yoki bir oyda o'rganib qolishingiz mumkin. Bir amalni bajarishga agar tanlov imkoni bo'lsa, albatta osoni va kuchimiz kam ketadiganini tanlashga harakat qilamiz. Shu sababli to'g'ri ishni yoki yaxshi odatni bajarish uchun oson muhit yaratish zarur. To'siq kam bo'lsa, odatni amalga oshirish osonlashadi. Masalan, smartfoningizda jismoniy mashq bilan shug'ullanishni o'rgatuvchi ilovani tez ko'rinadigan joyga joylab qo'ying. Qidirib yurgandan ko'ra tez ko'rinib tursa, ushbu odatni bajarishingiz ehtimoli oshadi. Ko'p kompaniyalar odatlarni osonlashtirish orqali o'z mahsulotlarining jozibasini oshirib, mahsulotlarni ko'p sotadilar. Masalan, YouTube videolarni keyingisiga o'tkazib o'tishingiz shart emas. O'zi avtomat o'tadi. Amazon yoki Smart TV qurilmalarida va ko'plab gadjetlarda ovoz orqali boshqarish funksiyalari yaratilib, yana ham foydalanishga oson qilib qo'yilgan. Aksincha, yomon odatlarni esa qiyinlashtirib qo'ying. Masalan, televizor pultini yashirib qo'ying. Xohlasangiz batareykasini ham olib qo'ying. Yotog'ingiz yaqinida smartfonni zaryadlash imkonini yo'q qiling. O'shanda yomon odatlarni qilish qiyinlashib, ular doimiy tusi kamayadi. Yangi odatlarni yo'lga qo'yish uchun kuniga 2 daqiqa shug'ullanishni boshlang. 2 daqiqadan oshsa to'xtating. Shunda oson bo'lib, uni odat tusiga aylantirish ehtimoli oshadi. 2 daqiqada ulgurmasangiz ham mayli. Muhimi har kuni takrorlab shu vazifa bilan shug'ullanishni odat tusiga aylantiring. 4-qoida, odat qoniqarli bo'lishi kerak. Yangi odatlaringizdan siz o'zingiz rozi bo'lishingiz, sizga u ish foydali bo'lishi zarur. Qoniqish hissini uyg'otgan harakatlarni takrorlash ehtimoli katta. Inson miyasi darhol erishiladigan natijalarni yaxshi ko'radi. Masalan, burger yeyish orqali taomdan darhol lazzatlanamiz. Keyinchalik keladigan semizlik esa bizni hozircha lazzatlanishdan ko'ra afzalroq deymiz. Yangi odatlarni ham xuddi shunday iloji boricha darhol mukofotlanadigan qilib qo'ying. Ko'plab kompaniyalar ham xuddi shunday yo'lni tutgan. Masalan, tish yuvish sog'liq uchun foydali bo'lgani bilan pastaning xushbo'yligi bizga yoqsa, tish yuvish odatini takrorlash ehtimoli oshadi. Odatlaringizni belgilab borish ham mukofot yoki yaxshi tomonga erishish hissini beradi. Masalan, har kuni qilib boradigan jismoniy mashqlaringizni kalendarga belgilab borish kabi. Iloji boricha zanjirni uzmang. Odatlarni uzilishlarsiz bajarishga harakat qiling. Hech qachon odatni 2 marta qoldirmang. Yana boshqa qo'shimcha tavsiyalar ham mavjud.
Yangi odatlarni o'rganishda to'g'ri sohani tanlay olish ham muhim. Masalan, bo'yingiz uzun bo'lsa, basketbol to'pini tushirishingiz ehtimolingiz oshadi. Bir necha marotaba olimpiya rekordlarini yangilab kelayotganlarning aksariyati to'g'ri sport turini tanlay olganlarida ham bo'lgan. O'zingizning introvertik, ya'ni yopiq odamligingiz yoki ekstravertik, juda ochiq odam ekanligingizga e'tibor qarating. Agar juda yopiq odam bo'lsangiz, qo'shiq kuylash, qiziqchilik qilish, lektorlik qilish, blogerlik qilish sizga qiyinroq bo'ladi. Yana bir maslahat, oltin me'yor qoidasiga amal qiling. Yangi ko'nikma uchun harakatlarni takrorlashdan zeriksangiz, o'z siz uchun emas yoki o'z ustingizda ishlashingizga kerak bo'ladi. Har kuni ozroqdan yaxshilanishlar qilishingiz kerak. Professionallar reja bo'yicha harakat qiladi. Havaskorlar esa turli sabablar asosiy maqsaddan chalg'itishga yo'l qo'yib beradi. Bitta tanga odamni boy qila olmaydi, lekin doimiy bitta tangadan yig'ish qachondir boy bo'lishi mumkin. Bittagina o'zgarish hayotingizga butunlay boshqacha qilib yubora olmaydi. Borib o'zgarishlar o'sib boradi. Katta natijaga qanday erishishingizni his qilganingizda odatlar sabab bo'lganini tushunib yetasiz. Har bir kichik zarra yoki atom kichikligiday odatlar o'zgarib yaxshilanishlar kelajakda katta yutuqlarga sabab bo'ladi. Kichik odatlar bir-biriga shunchaki qo'shilmaydi, ular bir-birini kuchaytiradi. Aynan shu narsa atom odatlarining kuchidir. Kichik o'zgarishlar, katta natijalar. Ushbu Atom odatlar nomli kitobdagi mana shu xulosalarni keltirib chiqardik. Lekin kitobda keltirilgan odatlarni shakllantirishda turli keyslar, voqealar ishtirokida aniq tushunib, unga amal qilish uchun ushbu kitobning o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.